davom etamiz. Biz hozir aynan regressiya tenglamasiga kelgandik. Regressiya tenglamasi hozir aytganimdek y ning x larga nisbati yoki x lar bilan y ning o'zaro munosabati degan ma'noni bildiradi. Xo'p, mana bu joyga kelganmiz. Bizda dori vositalarimizda kamchilik x deb olingan va ko'rish o'tkirligimizga qanday ta'sir qilishi y deb olingan va koeffitsient bizda konstanta holatida 2.38 bo'lishi kerak edi. 2.38 gacha bizda o'zgarish yoki ta'sir qilishi mumkin edi. Lekin bizda 0.24 ga ta'sir ko'rsatar ekan. Va standart chetlanishimiz bo'lishi kerak edi 0.38, ya'ni 38% gacha yoki 3.8% gacha xatolik qilishimiz mumkin edi. Lekin bizda chiqqan 12.3%, ya'ni bu berilgan konstantamizdan kichkina holatida, ya'ni xatolik yetarli darajada amalga oshirilgan. Ya'ni bizda tahlilimizda xatolik ketmagan. T-test qiymatimiz konstantamizda 0.0 va tahlilimizda 0.047. Mana shu joyda men alohida ta'kidlab o'taman. Bizning tibbiyot sohamizda xatoligimiz, ya'ni T-test qiymatimiz 0.01 yoki 1% bo'lishi kerak. Agar undan oshib ketadigan bo'lsa, biz laboratoriya hayvonlarimizni yoki xalqimizni dori vositamiz yoki ma'lum bir kasallikning epidemiya yoki pandemiya darajasida tarqalib barchaga yuqish va og'ir holatlarga olib kelish, hatto o'limga olib kelishiga ham sababchi bo'lishimiz mumkin. O'shaning uchun xalqaro tizimda bizning tibbiyot sohamizda 1% xatolikka ruxsat berilgan va bizning T-test qiymatimiz konstanta holatimizda 6.19 va bizda chiqayotgan qiymat 2.01. Konstantani biz qanday tushunamiz? Aytaylik, sulfat kislotani suyultirishda men misol keltiraman. 200 yoki 2 milliardgacha biz eritma tayyorlashimiz kerak. Bizda konstantamiz 2 milliard va bizning eritmamiz, aynan sulfat kislotali eritmamiz 1 milliardli eritma bo'ldi. Ya'ni bizda konstantamiz 2, lekin natijamiz 1 milliardli. Ya'ni bu degan bizning xatoligimiz va bizning eritmamiz talabga javob beradi degani. Xo'p, 95% intervalni tushuntiradigan bo'lsa, ya'ni tibbiyot tilida bu ham berilgan konstantamizdan kichkina chiqqan, ya'ni bu degani bizning dori vositalarimizda kamchiligimiz ko'rish o'tkirligimizga agar qoidalarga rioya qilgan holatda, bunda hali subyektiv sabablarimiz ham bor. Kamchiliklarimiz ko'rish o'tkirligimizga ta'sir qiladi. Agar biz qoidalarga, ya'ni bu test tarkibida hali ko'rinmayotgan yashirin omillarimizni hisobga oladigan bo'lsak, bu ta'sir qilgan taqdirda ham natijalarimiz manfiyga qarab ketmaydi va o'zgarishlar deyarli sezilmaydi degan ma'noni keltirib chiqaradi. Xo'p, bu narsani tushundik. Bu regressiya tenglamasi faqat mavjud bo'lgan, ko'rinib turgan o'zgaruvchilarni tahlil qilib beradi va lekin o'zgaruvchilarga ta'sir qiladigan yashirin omillarni tahlil qila olmaydi. Ya'ni bu degani, dori vositalarimizda kamchilik hozir ko'rish o'tkirligimizga ta'sir qilmayapti.
lekin boshqa bir holatlarda ta'sir qilishi aniq. Aynan qanday holatlarda qancha foizda ta'sir qiladi, buni regressiya orqali ko'ra olmaymiz, balki boshqa modelda ko'rib chiqa olamiz. Xo'p, endi davom etamiz. Demak, men bu faylimga regressiya tenglamasini kiritib qo'yaman yoki tak regressiya y va x orasidagi munosabat faqat mavjud omillarni hisobga olgan holatda, yashirin omillar hisobga olinmaydi. Vaqtimiz oz qolibdi, mayli bitta testni ko'rishga ulguramiz. Demak, bizda men yuqorida bir testni ko'rsatmadim va buni hozir ko'rib chiqamiz agar vaqtimiz yetsa. Yaxshisi testlar temasini keyingi videolarimizda amalga oshirsak uzilib qolmaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Testlar temasi keyingi videoda amalga oshiriladi.